Mening ismim Adam. Etner podshohligining shahzodasi. O yerda sirliq Galiskar qalasi bor. Bu yo'lbars mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib qattiq to'layman. Bana kuch-quvvat Bu çağda yo'lbars erish yo'lisiga aylanadi. Men Hiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadotberi so'zsiz. Yasaul, Denkin va Orko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantar qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Bu yer nimaga yaxshi? Buni qarang. Turing professor. Men transformatorimni sinaq qilib olay. Sinaq halibilik bo'lsa qumni ximiyalik moddaga aylantirib ishlatamiz. Qarmoqqa odamning qo'qqisi keladi-ki. Mana qarang professor. Sinaq natijasi chiqdi. Yomon emas. U sap oqsil moddaga to'lgan. Sizni tabriklayman. Endi men sezgan narsani ko'rib beqing, Yasovul. Tasaddufiy fursat. Men bir narsani uchratdim. Endi uni echib ko'rish sharpiga muyassar bo'lsiz, Yasovul. Bir kitobkan-ku. Bu necha asr burun yo'qolgan kitob. Professor Simolin so'zlayotdi deylar. Anladingizmi? Bu Etnerdagi eng qadimiy bir kitob ekanligiga ishonchim komil. Yaxshi oldi. U bir xil qadimiy yozishda yozilgan ekan. Biz uni tarjim qilib chiqaylik. Hisoblash mashinasini radio ulay olamsiz. Professor, hammasi qochilib qoldi. U haqiqatan yaxshi qiz ekan. Albatta, mening qizim-da. Yaxshi. Birinchi batdan boshlaylik. Qani, birinchi Zakapiniz 1000 yil burungi mashinada. Atrofimizning hammasi asoratli qilarkan. Shunday bo'lishi mumkin, professor. Bularning hammasi soda buyumlari o'xshaydi. Professor, u nima emas? Efendim, tezroq so'zlang. Biz tarjimaga tayyorlik qilsak bo'lamdi. Hammanglar yaxshi dodalami? Dada, sen nerede? Meningcha sizning to'g'ri ekan. Orko, Dilan bana uçuş mağartıdan ders etmek ciddi. Sen onu gördün mü? O radyo aşkanı sık gitti. Babası benim yeni mağartımı görüp bakın. Orko, oyunun yaman demez geçim o. Erşolisi, sen bırakma biri. Pişman olmayacağım bu. Keler katım sana yakışını versin bulanda. Tezman. Professor, cevap verin. Dada, sizlarning qaysinglar cevap bersizlar. U yerda ig'rimas yuzbaga o'xshaydi. Men sezdim. Bir xil to'sqinlik bo'lishi mumkin. Yo'q, so'zlashishdan ilgari bir xil portlash ovozi yuz berdi. So'zlang, professor, javob bering. Hay, roli bormidi? Men u tarafga berishim kerak. Darhol. Nima ish bo'ldi?
Sana tushuntirishga vaqt yo'q. Radar ekranı qarala. Kumluqdan bo'ron ko'tarildi. Bular zodi nemish? Menga deb baqsanglar-chu. Dilaning dadisi professor Simolinni boshlab Kumluqdagi cho'llikka ketgan. Professor Simolin? Ha, u bizning dashining professori. Shundoq ular xatarga uchrabdi, Dila u yerga uchib bormoqchi. Bu yoqqa kel Arshiolusi. Biz uni to'sib olaylik. Dila, cho'lda hozirlik qattiq bo'ron chiqdi. Sen yo'l boshlash kerakmi? Rosa chatoq o'tdi. Unda hozir chiqinglar. Mening qo'sug'im og'rishga boshladi. Aram oladigan joy deb birdam yetib olay. Ha, sen faqat ozroqla olmayding Arshiolusi. Bu yoqqa chiqqan. Tezroq mayli. Dadam bilan professor baxatarda qoldi. Men boya aytdim-ku, birdam yetib olay. Bir ozdan keyin o'qitib etinglar. Ular bu o'rinning belgisini tezroq sizib bera olamsa? Sen menga o'rgatgan esingdimi? Sizlar o ajoyib kitobni sotmoqchi? Biz teshikni xohlaymiz. Sizlar bizning qadimiy boyliqlarimizni ep ketmoqchimi? Yo'q, biz ularni ratlayapmiz, ep ketmaymiz. Sizlar hatto bizning ajoyib kitobni qo'ygan yerlarni qo'zg'ayapsizlar. Men faqat keraksiz qurollar bilan sinaq qildim. Ishonmasanglar qarab yiqinglar. Mana qaranglar, men faqat ushaq narsalarni o'choqqa soldim. Mana shunday qilib oqsilliq yemekliklarni yasig'ili bo'ladi. Shundaqla uning bilan suv chiqarg'ilimi bo'ladi. Bizga munosabati yo'q. Biz zakpiniz hisoblash mashinasi. Biz ham yemaymiz, ham ichmaymiz. Biz faqat qadimiy sirliq boyliqlarni qo'g'daymiz. Sizlar yetimlarga qilganliklaringizni aytsanglar kerak. To'xtanglar, sizlar zodli ish qilmoqchi. Yasavul, tezroq qochaylik. Haqiqatan bir maydon shiddatli bo'ron chapqun bo'ldi. Uchish liniyasini C115 ga o'zgartaylik. Sen sig'an o'rinning belgisi to'g'rimi? To'g'ri, Ashkoni shahrining sirtida bir cho'ng o'nkir bor. Ash tarafga qo'nsak menimcha bexatarroq bo'ladi. Men liniya bo'yicha uchishga amal qilolmay qoldim. Sen uchish liniyasini C115 ga to'g'ri solib bo'ladi. Vay, otarafga qarab baq. Ular jazman qumluq tushib ketdi-da. Bu yerda men birdan bir o'z ko'zim bilan ko'rguncha, men qiladigan ish chiqdi. Men qiladigan ishdan iskilitsaq jazman rozi bo'ladi. Men darhol maydonga boray, paketlarni yig'ay. Nima ish oldu? Adam, meningcha bu qitim bizni yana nasib bosadigan bo'ldi. Biz nerede? Meningdan so'raysan-ku, senda chatoq yo'q-ku. Meningcha chatoq yo'q. Dila, nima ish oldu? O yardar bo'pti. Men uni tez qutqizay. Mening qo'sug'im ochda qiladi. Men chiqib ketamadim. Bu faqat Xiymanning qo'lidan keladi. Rost odam, biz bugun butunlay tomoq yemidik. Boks quvvat ataklar! Zodi nima ish oldi? Bo'ldi gap qilma. Beshing yardar bo'pti. Dila, o'z kuchim bilan azobingni yengilitib, salomatligingni asliga keltirsan bo'ladi. Menga yordam qil, so'siz. Men hozir Galiskarning pan-parosatiga muhtoj. Pan-parosat kuchimni oshiradi. Anladım Xeyman. Atrofingga diqqat qil.
Ben nemi qilsam bo'ladi? Oh, bildim. Rahmat sana so'siriz. Hikmetli qo'shib aytganinga rahmat. Berkel Erşoğlu'si, biz hazır Yasaol bilan eliq professorni topaylik. Qadimiy tashlandiq tarafga mangaylik. Biz buralık kirdik. Kuyun geldi, özümüzün daldığı alaylı. Çın tut! Koyu etme, çın tut! Buraya yeni geldi, çın tut! Erşoğlu'si gayret kılın. Bu etraf taşlandık yer astıda çokum önkürba. Amal tepildi. Sen demiş kılmakçı. Boranğa bir tuzak kuray deyme. Boran yani geldi. Dikkat kıl. Boranın içik solu ettik. O bizden uçar kimimiz o? Toğra, Yasaol bilan professor çokum yakın etrafta. O tarafta çatakma. Kechiringlar, bizde yaman niyet yok. Sen demiş kıldın. Biz onu tanıtıp koyduk. Hem de növbetsan geldi. Tezrekcik, ne kovalanmaysa. Nem bo'ldi? Çekinip bırak dur. Ben yerden şey. Sen bizden düşmanımız olsan, kandaklarca maşın adamı yardımcısı. Men düşman emas. Men ezelden pen tadqiqat xodimi. Bana sayman kerak. U mening kiyimimda, kiyimim sirtda. Piyaden ayrılışqa ruxsat yok. Seningden burun kelgan kishilarning hammasi bu yerning naslarini bo'lib ketdi. Biz bu baylıklarını qo'g'daymiz. Sizlar bir az mı tushunmaydigansizlar, shundaqmi? Sen degan dushman. Çok olmuş edi. Bu Kur'an işildi. Rahmet sana, ah ko'ngil qush. Ne yaxshi bo'lib qoldim. Qara, rostila yaxshi bo'lib qoldim. Agar ketaman desang ketaver. Rahmet sana. Ha? Sen yalnız gelsen. To'ymiri qiz ovozdi. Bilma. Sen neydi bo'lsang bola qiz ashiyadi. Sen bana da kabul turamaysan. Bunun kumu. Hey! Şahzade adam bilen yine karşı olsun ne yaptın? Men bilmayman. Yaxshi, men ularni cho'qim topaman.
bu çokum onun almoqchi bo'lg'ini. U uyg'onsin. Ne, sen sözünü ispatlashing kerak. Biz seni intayin diqqat bilan kuzatamiz. Men sizlarga ziyon yetkazmayman, ishonmasanglar qarab turinglar. Yasavul, bu nima? To'xta, sen ular ziyon yetkazma. Biroq ular do'stmi yoki dushmanmi? Faqat bizni halok qilmoqchi bo'lgandilar, ondan dushman bo'ladi. Sizlar uning ishinglar, u qiyman. Xeyman ko'pchilikning do'sti. Mening esimda bor. Uningga uzun bo'ldi. Sizlar deh ko'nirmabsizlar. Ba'zi zapchashlaringlar ufratdi. Biroq yengisini yutkizakli bo'ladi-ki, men birdamda sizlarni yengidek qilib o'taman. Mumkin emas. Albatta mumkin. Menga faqat Xeyman bilan professor kelib yordamlashsa bo'ladi. Ha, Zakadonning o'yini. Oh, dada, diqqat qil. Men ularni yuvoshiltib qo'yma, Yasavul. Yo'q. Qo'lingni tut. Nimishga Xeyman? Ha, sen meni to'smoqchiman? Kayninga yon. Aplashmadi, Timurag'iz. Bu qanday o'g'li? Sen nima qilmoqchi? Xeyman, men sizlarning hammanglarni iskili chaqib so'qib beraman. Yomon emas. Yana birni. Tez bo'l Xeyman, to'mir ig'iz olvastirib amal qil. Voy, sen meni men deb o'ylama. Sen poytishdan boshqa nima ish qila olasan? O yo'l Ersho'lusi. Sen meni qoldirildiman deb o'ylama. Men sening aldam xaltangga tushmayman. Men Sen baksan bombaydı, men tugashdim. Bu del joyida oldu. Endi sizlar janobi professorni asl keltirsanglar qandoq? Bo'ladi. Oh, yo'q, to'xtab tur. Biz ularni ratlab olaylik. Hay, Xeyman, arshi olinsa qandoq? Nima? Bu bechoraga nim bo'ldi? Kurashtirg'ili bo'lmayotdi. Deyla, ishimizni boshlaveraylik. Kapani saqqayt qilib olamdi. Biz barliq tirishchiligimizni ko'stimiz. Ersho'lusi bilemse, ba'zida men rostli Timurag'iz olvastirib apsildimi? Sanma, nima uchun? O'ylab baq, u mayiz turmusida go'mishlardekli yurdi. Menga ko'p yordam qilding qizim. Sana ko'p rahmat dada. Xeyman bilan Ersho'z qandoq bo'lib ketdigan bilmadim. Ularni demsa, ular Timurag'iz olvasini mayiz turmusiga etkatdi. Kapi meni boshlab boshqa bir sun'iy bo'yim ishxonasini ko'rsatdi. Meningcha pek muvofiq ekan. Rahmat sana Yasavul. Sana rahmat deyla. Sizlarga yordam berganligimiz uchun baxoshalman. Endi meningcha qaysi qanday bo'ladi, professor? To'g'ri dedingiz Yasavul. Bizning ko'nglimiz uchun buni elib bilishingizni umid qilamiz. Buni zo'r baxt deb bilma. Biroq bu ashu boyliqlarning bir qismi boshqalarning ko'rishi uchun qolib qolsin. Shundoq biz ketaylik. Bu boyliqlar uchun bir chiroyli zinnat bo'yim ishxonasini yasaylik. U bir alohida o'rin bo'lsin. Butun etnir kishilar bu qimmatli boyliqlarni ekskursiya qilsin. Bo'ladi. Sizlarning yana kelishinglarni umid qilamiz. Bo'ldi. Endi men berib o'zimni ufchar kiyimimni hayday. Xayri xo'sh, do'stlar. Bu narsalarni ishlatgili bo'lamdi, ha? Meni ishlatgili bo'ladi. Yordamingga rahmat. Men ko'zga ko'ringan bir boshqaruvchi. Men burula diqqat qilgandim. Sizlar qayerda? Deyla, sen qayerga ketding? Men qayerga ketibdimi? Undaq sen nima ketding? Biz uchar kemini remont qilyapmiz, ha? Men? Bir ishqi daxlat ko'zdikmi? Agar men desam, sizlar mutlaq ishonmaysizlar. Biz mangaylik.
Endi men yaxshiroq uxlab oldigan bo'ldim. Hikoyamni anglashni xohlamamsa? Men tax aytib bermamdikin debdimi? Yaxshi. Bo'ladi. Bu yerda nihoyat nurg'un boyliqlar bor ekan. Sen bilsan. Oo. Keyin to'mir yig'iz olvas chiqibdi. To'mir yig'iz olvasdi. Shunda u mashina odam paydo bo'lishidan oldin paydo bo'lgan. Mashina odam. Biz bugün Profesör Simolin topgan birmuncha boyliqlarni ko'rdik. Ular oltin, kumush, zinnat buyumlar emas, balki bir qism eng qimmatli narsa bilim. Nurg'un joylardan bilim o'rgangili bo'ladi. Bularning ichida eng oson, eng yaxshi o'rganadigan joy muzey. Muzey bilim xazinasi. U yerda har xil ahamiyatli bilimlarni ko'rgili va o'rgangili bo'ladi. Ehtimol ular ichidagi ba'zilari siz jiddiy bilmoqchi bo'lgan bilimlar. Muzeyga berib ekskursiya qiling. Esingizda tuting. Bilim kuch demakdir. Bilim bilan kuchga erisha olasiz.